Yaxshimisiz do'stlar, men sizlarning onda-munda astoydil yaqildigan do'stinglar yandan bayan. Bir milliarder ma'lum bir programma qatnashib 3 oy ichida $100 orqali 1 million pul topqilib bo'ladiganligini hammalarga isbotlab, yoshlarga madad bermoqchi bo'ladi va butkul jarayonning odil bo'lishi uchun u haqiqiy salohiyatini yoshirib, ma'lum bir notanish kichik yezi bozorga ko'chib keladi. Nom shuhrat, mol dunyo, kishilik munosabatlarni bir chetga qorib, faqat $100 ni yanchiq selib, eski mashinasini haydab bir ikkinchi qo'l telefon bilan 3 oy ichida 1 million tepish degan bu doni o'ynayotgan talva kishi bo'lsa, Amerikadagi ikkinchi cho'ng debit kredit bankasining qurg'uvchisi 56 yoshga kirgan Gilon Stanis edi. Quruq qo'l egilik tiklagan Gilonning bugungi kundagi egiligi $500 million dan oshadi. Bu milliarder bizga pul tepishning o'ylaganimizdan unchalam qiyin emasligini, has bo'lgani shu pulni tepishga jasoratimizning yetmasligi ekanligini isbotlab bermoqchi edi. Musobaqa boshlandi. Programma guruhi uni 97 ming kishilik nopasga ega kichik bir yez bozorga tashlab qo'ydi. Gilonning birinchi qildigan ishi bu yerni bir qur o'ylanib, bu yerning mol bahosini tushunish edi. Bu orqali bu yerda yashash uchun oyda oz bo'lganda $1100 chiqimni qamdash kerak ekanligini hisoblab chiqdi. Shuning bilan o'ziga birinchi haftasi $3300 pul tepishni vazifa qilib bekitdi. Qanday qilganda 7 kunda boshqalarning 1-2 oylik maoshini topgan bo'ladi. U bir talla bozorga yetib keldi. Qo'rsaqning qiymatini qilish uchun bir xalta tayyor cho'p sotib oldi. Buning uchun $11 to'laydi. Talla bozorining hojatxonasida yuzini yuvib tishini cho'tkilsa, tayyor cho'pni mashinasining ichida yeb, pul tejash uchun yotoqda yotmay mashinasining ichida tunaydi. Biroq bu yezda havo sovuq bo'lib, yarim kecha bo'lmayla temperatura 0 dan tuvan 8 ga tushib ketdi. Gilon amalsiz mashinasini o'tirib issinishga urindi. Ikkinchi kundan boshlab Gilon pul tepishga boshlamoqchi bo'ldi. Albatta, biror yerga ishlash bilan emas, balki mol setish orqali pul topmoqchi bo'ldi. Chunki u umrlik mol setish tajribasiga ega edi. Uning birinchi qadami bo'lsa, tor orqali xaridor izlash edi. U torda biraylarning mashinasining koni chaqini setib olganligini ko'rib, bu yerda savdo fursati bor ekan deb o'ylaydi va bir axlat zavodiga berib nurg'unlagan koni chaqlarni topdi. Biroq ularning hech qaysi qoq kelmaydi. U davomli izlaydi va yezdan yiroq bir tashlandiq zavodga yetib keladi. Chunki kishilar ishlatmaydigan narsalarni bu yerga tashlashga odatlangan edi. Biroq yanada pulga sotqudek bir konicha uchirmaydi. Bu kunima hech natijasiz oxirlashdi. Gilon bu kechani azon bog'liq yotoqda o'tkazmoqchi bo'ladi. U bu yezdagi eng arzon yotoqni deb keldi va xo'jayindan yotoqning ushoqchak ishlarini qilib berish va buning qarshiligida yotoq bahosini muvofiq qilib berishni o'tindi. Biroq bu yerda qilgudek ishim yo'q edi. Amalsiz qolgan Gilon $51 xashlab bir kunlik yotoq ochdi. Hozir uning yanchug'ida $100 dan faqat $37 qolgan edi. 3-kuni Gilon konichaq izlashini vaqtincha to'xtatib qo'ydi. Chunki hozircha kundalik chiqimni qamdash cho'ng masala edi. U bir vaqtli xizmat topadi. Ya'ni o'yinchi qatorliq mol sotquchilik xizmat edi. U to'limi xushal bo'ladi. Chunki mol setish uning koni kasbi edi. U bu o'yinchilarni setish uchun bog'cha rayoniga keldi. Biroq kim bilsin, hech kim setib olmaydi. U mag'lub bo'ladi va bu ishdan yakun chiqardi. U o'zining tijorat prinsipiga xiloflik qilgan edi. Ya'ni u avval xaridorning nimaga ehtiyoj ekanligini analiz qilmay turibla, avval mahsulotni setishga uringan edi. Demisimi, bozorda u setayotgan bu molga nisbatan hech qanday ehtiyoj yo'q edi. Gilon amalsiz xizmat almashtirdi. Yana bir paravollik o'rinda sargardonlarga yemeklik tarqatish xizmati edi. Garchi bu xizmatning maoshi intoyin tuvan bo'lsa-mu, biroq bu xizmat vaqtincha Gilonning tomoq masalasini hal qilgan edi. Buning qo'rsiq to'limi ichib ketgan edi. Erib charchab xizmatga tushgan Gilon bu jarayonda o'zining o'tmishdagi hayotining to'limi rohat-farog'atda o'tgan bo'lsa-mu, biroq o'zining buni qilchimi his qila olmaganligini aytdi. Bu tuyg'ular uningga texmi cho'ng madad bo'ladi va ko'ngilda cho'qim utuq qozonib bu tirishayotgan kishilarga o'zining musobaqasi orqali umid ilib kelishini ko'ngliga butdi. 3-kuni yanchug'ida tuzuk pul qolmaganligi uchun yana mashinada uxlashga majbur bo'ldi. 4-kuni u ikki yerdan ish topdi. Biri bo'lsa kiyimga xat bisidi, yana biri bo'lsa uy tozalash xizmati edi. 2 kun jarayonida u sirchilik qildi. Tomoq otidi hamda yerlarni tozalaydi, aynak surtidi, hojatxonani tozalaydi. Ish qilib, barliq jismoniy emgaklarni qilib chiqdi. Hamda bu orqali $140 topdi. Bu ikki kechini davomli mashinada tunash orqali o'tkazdi. 6-kuni Gilon ma'lum bir savdo fursatini bayqab qoldi. Shaharning hamma yeriga ma'lum bayramning e'lon tashviqot rasmlari chaplangan edi. Gilon kishilar buncha e'tibor bergan bu bayramda cho'qim mol sotqani bo'ladi deb o'ylab, ma'lum bir markaz zavodining xo'jayini bilan aloqalashib, yanchug'idagi barliq pulga mol kirgizib, gaz shari, bayroq, shapka qatorliq xotir buyumlarni sotib olib, bayram kuni taraf-tarafga qatarab setishga urindi. Toki yarim kechagacha qovoqlarga kirib mol sotadi. Bu yerdagi kishilarning mas vaqtida martlarcha pul qashlaydigan psixikasidan foydalanib, akelgan narsalarni talto'kis setib bo'ldi. Natijada $414 pul topdi. Biroq Gilon bu natijadan to'limi beram edi. Chunki uningki tunji haftada topmoqchi bo'lgan puli $3300 edi. Biroq u bu pulning 8 dan 1ni aron topgan edi. Afsus, texmi cho'ng masala uni kutib turadi. Har kuni mashinada uxlaganligi va har kuni jismoniy emgak qilganligi uchun u boyvachining salomatligi bardoshlik berolmagan edi.
Milliarder Gilon 90 kun ichida $100 orqali $1 million tepishga jang e'lon qildi. U qila olamdi yo'q. O'ylamagan yerdan 8 kun ichida $3000 emas, $400 ni aran topgan Gilon mashinada uxlaverib betap bo'lib qoldi. 56 yoshga kirgan bu boyvachchining badan saposi elima aram bardashlik berdi. Amalsiz qolgan Gilon doktorxonaga berib tekshirishga majbur bo'ldi. Amerikada davolanish haqi intayin yuqori bo'lib, boshdan oxir tekshirib hammeringiz yaxshi ekan, qaynoq suvni chiqishib bering deb qo'yganlar $250 ketgan edi. Uning yonchug'idagi dasmoyi $214 dan $164 ga tushib qoldi. Yetimning og'zi oshqa tekkicha buni qanatdi degandek, hamda ozroq pul topgan Gilon bir og'riq bilan gangsa bo'lib ketdi. Biroq bu boyvachcha intayin umidvor edi. $250 pul qashlab salomatligining yaxshi ekanligini bilishmi bir xo'shallarlik ish deb bildi. Bu qitimqi ishdan keyin hozir eng muhim bo'lgan narsaning rahat turalg'u tepish ekanligini his qildi. Gilon davomli qo'ni kamera izlashni davomlashtirdi. Darvaqa 7-8 kunlari u bir döv tashlandiq kamerani uchirtib qoldi. Taliga yarasha bu bir dövning ichidan pulga yarg'idek kamerlardan birining keyindan biri bo'lib 5 dona kamera chiqdi. O to'r orqali topgan xaridor bilan aloqalashib bu kameralarni uning ko'stidi. Xaridor bo'lsa bu 5 ning ichidan ikkisini shallab etib Gilon bilan qolgan 3 kameraning bahosida kelishmoqchi bo'ldi. Gilon bu 3 kameraga $1800 baho qo'ydi. Xaridor bo'lsa 1500 deb bu sodini shunday qilib bitishdi. Gilonning birinchi qitimliq cho'ng futuqi oxiri yuz berdi. Axlat terib $1500 topdi. Amaliyotda bu jarayonda uning tayong'ini axlatlar emas, balki tijorat bilimi va to'xtamay tijorat uchuri izlash ro'yi edi. Texmi muhim shuki, tijorat qilib eglik titish jarayonida o'zining 100 obro'y va g'ururi bir chetga qorib qo'yib uzluksiz tirishdi. Keyingi qadamdagi Gilonning qilmoqchi bo'lgan ishi bo'lsa, to'ralg'u joy masalasini hal qilish. Gilon o'ziga oyda $400 uy ijorasini xomchut qilgan edi. Degandek Gilon uzoq o'tmay oylik ijorasi $400 bo'lgan, biroq yotqida karvutim bo'lmagan uydan birini ijaraga oldi. Yonchug'ida $794 puli qolgan boyvachcha garchi quruq yerda uxlagan bo'lsa-mu, biroq ko'ngli shuncha ko'tarangi edi. Chunki uning hamda qaytqudek bir uy bor bo'lgan edi. Navbatda bo'lsa, planlarning cho'ngi so'qidigan vaqt edi. Gilon yerlik eglik tiklovchilarga yordam qilish pontiga yetib kelib, bu yerda nihoyat yaxshi bo'lgan imtiyozlarga erishdi. Ya'ni bilim va uchurg'a. U bu yerdagi mutaxassislar bilan fikrlash jarayonida bu yerning bozor ahvolini tushunib yetdi. Gilon yana bir necha o'xshamagan sohalardagi utuq qozongan eglik tiklovchilar bilan paranglish jarayonida ularning bozorga bo'lgan turli qarashlarini tushunib yetdi. Natijada u pivo ichish turini tanlaydi. Keyingi qadamda bo'lsa, u bu turni qo'zg'atish uchun mablag' to'plash kerak edi. Biroq yonchug'idagi $800 bilan bu turni qo'zg'atqani bo'lmaydi. Shuning uchun Gilon davomli ilm setim ishlarini qilib, ozroq pul topmoqchi bo'ldi. Ya'ni nemkash mashina so'z qilmoqchi bo'ldi. Tijoratdagi eng muhim prinsip bo'lsa, tuvan ilib yuqori setish edi. Nurg'ulg'an nemkash avtomobil savdogarlari qo'ni mashinalarni shapoq narxida setib olib, oz foyda bilan tez obrat qilishni xohlaydi. Buni to'liq tushungan Gilon bozordan sal sifatliroq mashinadan birini setib olib, uni remont qilib, bezab yuqori bahoda setib beqishni sinab boqmoqchi bo'ldi. Biroq bu kuni Gilon hech ko'ngildagidek mashina topolmaydi va uyga qaytib tayyor cho'p yeyishga majbur bo'ldi. Bu da 11 kundan yog'i tayyor cho'p yeyotgan boyvachcha Gilon bu tomoqdan qarchi ketgan edi. Quruq yordami yetaverib, badallari bo'shishmi qolgan edi. Qaraganda uningga yumshoq bir yotgan ko'p kerak edi. 13 kuni Gilon bozor analizini davomlashtirdi va u yerdan chiqib mashina bozorini orlab, oxiri ozdir ko'pdir tushunadigan kichik bir pikapdan birini setib olmoqchi bo'ldi. U $500 baho qo'ygan edi. Mashina egisi bo'lsa, yosh yigit bu bahoni rad qilib, $1000 dan bir tin kam bermayman deb gapida ching turib o'tdi. Gilon bo'lsa, 4 yanchug'ini o'rib $700 pulni ko'tarib, bor dunyoda mushning besan olaman deb baho olishib, oxir yosh yigitni ma'qul keltirdi. Mashinani qo'lga keltirgan Gilonning yanchug'ida oshqish paydo bo'lgani bilan tuzuk pul qolmagan edi. Biroq u mashina to'g'riliq analiz ilib borgan bo'lib, bu mashinaning bozor narxi $2000 dan $4000 ga deb pres qildi. Gilon nishonni bo'lsa $4000 ga setib chiqarish edi. Gilon mashinani opirib pokiz yuvib, ishtishni pokiz tozalab, mashinani tashyo'lning bir chetiga to'xtatib, varaqchiga mashina setish iloni va aloqalash nomerini qoldirib, xaridorni kutdi. Darvaqa 15-kuni kelganda bir xaridor uning bilan aloqalashdi. Gilon mashinasiga $4500 deb baho qo'ydi. Natijada ikki taraf baho olish orqali oxiri $3900 ga kelishdi. Bu qitim Gilon lo'qlan bir irim qilgan edi. $700 ga setib olgan mashinani $3900 ga setib, Amerikadagi eng do't xaridorni yomon dislab etgan edi. Biroq tijorat degan shu, mumkin bo'lmaydigan ish yo'q. O'n kelib qolsa uning amal yo'q. Bu payda mo'xo'shaqdan Gilon ikkinchi avtomobilni setib olish uchun bozor araydi. Va bu yerda $2500 deb baho qo'yilgan bir Cadillac to'g'riliq yosh yigit bilan baho olishib qoldi. Gilon yosh yigitga mashinaning bir chog'ida masala bor ekan, shuning uchun 4 pay chog'ini almashtirishimga to'g'ri keldi. Buning uchun $1000 hashilishimga to'g'ri keldi. Shunga $1200 ga bersang mashinani olay, olmasa chekanga tang deydi. Kredit kartasiga pul qashlab ko'nib qolgan bu yosh yigit naqd pulga ehtiyoj bo'lib qolganligi tufaylidan $1500 ga degan bahoda Gilon bilan kelishib bu savdoni bitdi. Mashinaning ishtishini pokiz yuvib cho'ng yo'lga to'xtatib, e'lonni chaplab to'rdan ancha-muncha yostiq yotgan qatorliq oil jabduqlarini setib olgan Gilon 15-kuni kelganda oxir yostiqni egiz qo'yib xotirjam yotdi. Milliarder Gilon 90 kun ichida $100 orqali $1 million tepishga jang e'lon qildi. U qila olamdi yo'q.
yo'q. 19-kuni kelganda Gilonning yanchug'ida $1400 qolgan edi. 3 oy to'shadiganga yana 71 kun vaqt bor. Gilon eng cho'ng umidini Nimkesh mashina savdosi qaratdi. Bir qancha kun oldida $1500 setib olgan mashinaga oxiri bir xaridor chiqdi. Xaridor mashinani haydab ko'rgandan keyin Gilon bu mashinaga $8900 baho qo'ydi. Xaridor bo'lsa $7000 deb bahoda ching talashdi. Natijada ikki taraf $7600 ga mashinani kelishdi. Gilon yana bir qitim kichik bir ufq qozongan edi. $1500 ga olgan mashinani 6 hassa bahoda setib 20 kun ichida yanchiqdagi umum pulni $9000 ga yetkazdi. Uningdan keyingi savdosi Nimkesh uy savdosi qilish edi. $9000 ga uy setib olgani bo'lamdi? Albatta mumkin emas. Biroq siz bu boyvachchi Gilonni tijorat bilimiga hargiz sal qarmang. Uzun mezgil bankerlik bilan shug'ullangan Gilon banklarning kishilarga ancha bilib ketmaydigan qarz olish choralarini biladi. Ya'ni nihoyat oz pulni oldin to'labla qarziga uy setib olgani bo'ladi. U 30-40 ming atrofidagi bir uyni setib olmoqchi bo'ldi va $10,000 xarjlab uyni bezab 80-90 ming atrofida sotmoqchi bo'ldi. Oho, savdoni bu qilsa bo'ladi ekan-a? Boyvachchi Gilon koni bir uyni topdi. U bozorni kuzatish jarayonida bu uyning atrofidagi ba'zi uylarning $90,000 ga savdo bo'lganligini tekshirib chiqdi. Uning ustiga bu uyning aslalari bir qadar mukammal bo'lib, faqat pulni yanglab qo'ysa, yangi uylardan qilishmaydi. 22-kuni uy mulk vositachilari shirkatning Gilonga setilish ishlariga o'ngishli bo'lganligini uqtirdi. Gilon faqat $6600 dastlabni to'lash orqali $45000 qimmatidagi uyni setilib qolmay, yana $10,000 uy bezash kreditini muvaffaqiyatli iltimos qila oldi. Ularning hammasi Gilonning qo'rsqidagi umuchining mevasi. Shuning bilan Gilon bu yerdagi bir qadar nomi chiqqan hamda kasbiy iqtidorga to'liq ishongan noyaluvchini bu uyni qayta bezab chiqishga taklif qildi va uning $10,000 ochit ajirtib butun ishni uningga topshirdi. Bu jarayonda Gilon o'zining boshqarish san'atidan foydalanib bezakchi ustamlarning ko'nglini elib, ularni o'ziga moyil qildi. Ustamlarning ichidagi birsi o'zining dadisi og'insi hatto qiz do'stini chaqirib kelib, uyning bezak ishlariga yordam qildi. Mana bu kishilik munosabatning kuchida. Bu kuchdan to'liq foydalansa, o'ylamgan unumga erisha olamiz. Gilonmi bu jarayonda ikki qo'lni yanchiq silib bir chetga qarab turmay, ko'pchilik bilan birlikda boshchilab ishga kirishib ketdi. 56 yoshga kirgan bu odamning shuncha ko'p puli turib, ishlamchilar bilan birga tang yetib, tang qopib, buncha ish quyun, tosh quyun bo'lib ketishi oson emas edi. Ammo u uyni tozalash jarayonida Gilon bir masalani bayqaydi. Ya'ni uyning pullari ko'karib qolgan edi. Buni pokiz tozalab yangilash uchun oz deganda $5000 ketadi. Bunda qilganda aslidagi ochchut bir hassa ishib ketdi. Boyvachchi bu qitim o'zining pislanganligini his qiladi. Darvaqa, xuddi kishilik turmushimizda Gilon yana bir qitim krizga uchraydi. Gilon bakteriya tozalash shirkatini taklif qilib, pulni tozalashga majbur bo'ladi va bu jarayonda uyning bezak ishlarini ustiga olgan loyihalovchini tezroq bezashni tamomlashni oldirtdi. O'ylamgan yerdan ordan necha kun o'tgandan keyin Gilon bu uyga qaytib kelganda uyning texnik vayron holat turganini ko'rib nervisi o'rlaydi. Bir necha kun loyihalovchilarning beshida turmaganiga ishlar oqsab ketgan edi. Mana endi ko'pchilikning huzuriga oliy bir boshqaruvchining boshqalarni qanday adablaydiganligini ko'rsatib qo'yaylik. Gilon oldi bilan loyihalovchini chaqirib kelib, oldi bilan o'zining bu ishdan to'liq hayron qolganligini bildirdi. Ondan noyat astoydillik bilan uning sababini so'raydi. Loyihalovchining mas'uliyatni ustiga elishi va xijillikni his qilganligini ko'rgan Gilon bu ishga kirishib olish o'shiqcha deb qaraydi. Shuning bilan loyihalovchi bilan maslahatlashib, texmi ko'p ishlamchi chaqirib, o'zining birlikda safarbarlikka kelib, bisib ishlab bu uyning bezakchiligini bitirdi. Endi biz bu uyning burunqi holati bilan bezakdan keyingi holatini ko'rib boqaylik. Mehmonxona uy, oshxona uy. Oxiri bu uy $75,000 ga setildi. Gilon bu savdodan $20,000 paydo oldi. Uning oxiri do'konni ijara olgudek puli bor bo'ldi. Milliarder Gilon 90 kun ichida $100 orqali $1,000,000 tepishga jang e'lon qildi. O, qila olamdi yo'q. 73 kun bo'ldi. Gilon texa endi $80,000 topgan edi. Qolgan 17 kunda qanday qilib $1,000,000 tepish kerak? Buning javobi bo'lsa do'kon ichish. Ondan mablag' soluvchini tepib do'konni boğaltish. $1,000,000 ga bog'lanadigan do'kon cho'qim odatdan tashqari sotisi yaxshi bo'lishi kerak. Garchi Gilon ilgari yemak-ichmak sohasidan ko'p hablashmagan bo'lsa-mu, ammo mundaq ishki prinsipni biladi. Oldi bilan bo'lsa, xaridorning nimaga ehtiyojli ekanligini tepish, savdo fursatini bayqash. Gilon bu shaharda faqat bir qadar muntazam bo'lgan kofxonaning borligini bayqaydi. Bu yerda har kun rat ujrat bilan to'latdi. Ammo bu do'konda piv sotmaydi. Gilonning o'yida bo'lsa, bu yerda bir qadar kasbiylashgan piv sohasi bilan koopchilikni mujassamlab, pivo ham koop chiqaradigan do'kon ichishdi. Ikkinchi prinsip bo'lsa, har zaman o'zimizdan aqlli odamlar bilan yurishdi. Gilon dastlabki kunlardagi eglik tiklovchilarni yetaklash punktidagi vaqtida to'g'rida xizmatchi qabul qilish e'lonini chiqargan bo'lib, orzuga ishonadigan, to'xtamay tirishadigan yoshlardan 100 dirhomni xizmat ko'rishimizga o'rlashtirgan edi. Natijada Gilon 2 oylik maoshini kechiktirib berish shartiga bir qanchilgan yoshlarni o'zining eglik tiklash korpusiga qabul qildi. Guruhdagilarning aytishiga qaraganda, ularning bu kollektivga kirishining sababi bo'lsa, bu 56 yoshli erning vujudidagi jasur xarakterdan ta'sirlanganligi edi. Gilon bu amrolar bilan birlikda qattiq izlanish orqali mahorat qaltis bo'lgan oshpazlarni ishga taklif qildi. Yana bir tarafdan
bo'lsa, yerlikdagi piv zavodiga berib, hamkorlik o'rni chiqtirishdi. Bir qitimda g'alaba qila olmasa uyga qaytib, maslahatlashib, savoqlarni yakunlab ikkinchi qitim davomli bordi. Toki muvaffaqiyatli hamkorlik kuchishim turdi. Ko'p qitim muloyiza qilish orqali do'konning o'rni muvaffaqiyatli bir yerdan bekitib chiqdi. Ishga olgan oshpazlar bilan ko'p qitim koopning ta'mi va uslubi to'g'riliq fikrlashdi va texmi yaxshi unumga erishish uchun barliq yordamini sunadi. Gelin do'kon ijorasi va oshxona buyumlari uchun ko'p chiqqan bo'lib ketdi. Darvaqa, uzunga bormay yanchig'idagi pul yanada kamlaydi. Texi oshxonaning e'lon tashviqotini to'liq qilmagan tursa, kim bu oshxonaga kirib tomoq yesin? Gelin o'ylash orqali mundaq bir chorani tep chiqdi. Shahardagi koop pishirish musobaqasiga qatnashish orqali markasini to'nqib bozor etish kerak edi. Agar birinchilikni ola olsa, buning cho'qim oshxona tijoratiga zo'r foydasi bo'ladi. Biroq bu guruhda bir bankir, bir saypon, bir pivchi, 3 oshpaz qandaqsiga birinchi qitimda bu musobaqada birinchi bo'la oladi. Gelinning buningga bo'lgan javobi mundaq edi. 200% tayyorlik bo'lgan navsta 80% tayyorlik bo'lgan ustini cho'qim yengalaydi deb qaraydi. U guruhdagi oshpazlarga koni bir koopni chaqirib kelib, qo'riq koopni qanday qilishni o'rgatdi. Ondan hammaylar bilan birlikda iste'molchilarning ehtiyojini tahlil qildi. Tayyorlikni qayta tekshirib puxtalaydi. Ati musobaqa degan ketsa, guruhdagilar kechalab hozirlandi. Bu badal to'lashning natijasini ko'radigan vaqt yetib kelish oldi turadi. Milliarder Gelin 90 kun ichida $100 orqali $1 million tepishga jang e'lon qildi. U qila olamdi yo'q. Gelin o'ziga 4 kun koop setib $25 ming foyda olishini nishon qilgan edi. Darvaqa, agar koop yaxshi setilsa, bu xil mumkinchilik bor edi. Ammo birinchi kuni issiq suv olmaganligi sababli sahiya organlari tomonidan yoyimsin taqib o'tdi. Bu butunlay bosh oshpazning mas'uliyati edi. Biroq bu oshpaz bo'lsa bir chetda lag'aylab yuribdi. Boshqa a'zolar bo'lsa butun vujudi bilan oldirash edi. Oxiri issiq suv yetib keldi. Savdo boshlandi. Birinchi xaridor keldi va $25 koopdan birini oldi. Kishilar orqa-orqadan keldi. Iste'molchilar bu koopni qavatli yaxshi ko'rgan edi. Gelin taklif qilgan har bir xizmatchi o'z o'rnida rolini joriy qildirib o'tadi. Bo'libmi bu qartallik do'stimiz garchi ko'p narsani bilmasa-mu, o'zining do'stona va yumoristik mijoz bilan boshqalarning diqqatini tortishga moyil edi. Koopning nomi bog'ansir chiqib ketdi. Birinchi kuni kech soat 9dan 45da yoyimi taqaldi. Ular bir kunda $3095 savdo qilgan edi. Ikkinchi kuni ular birinchi kundagi savoqlarni yakunlab, tununkidinmi texmi yaxshi sotdi. Musobaqaga qatnashgan bir axborot vositasi kelib, ularning oshpazonni naq maydondan to'rda taqib berdi. Natijada texmi ko'p kishilar kelib, sovusini qo'yintib etdi. Biroq bir masala yuz berdi. Go'sht qolmagan edi. Ko'pincha odamlar pashgo'shga amroq edi. Oz o'tmay cho'shqi go'shti qolmadi. Nurg'un xaridorlar pashgo'sh va cho'shqi go'shti bo'lmaganligi uchun ketib qoldi. Bularning hammasi bosh oshpazning mas'uliyati edi. Ammo bu oshpazning xo'riga ustun bo'lib, hech kimning gapini olmaydi. Gelin mayuslanib qoldi. Chunki go'sht yetarli bo'lgan bo'lsa, texmi ko'p pul topa oladi. Gelin bosh oshpazga ati uchun 2 hassa miqdorda go'sht tayyorlab qo'yishni buyurdi. Bu kun oxirlashdi. Bu kunda $5178 pul topdi. 3-kuni soat 12 bo'lmay go'sht yana tugab ketdi. Bu nima shop ketdi. Gelin mingtaslikda ochchig'ini besib olib, sovuq qonliq bilan go'shtni bir taraf qilmoqchi bo'ldi va bosh oshpazdan yana qanchalik vaqtda go'shtning tayyor bo'lganligini so'raydi. Bosh oshpaz bo'lsa, "Vaytang" deb Gelinning nervisini 90 gradus o'riltibdi. Uzoq o'tmay qo'rg'imi tugaydi. Gelin oxiri bosh oshpaz bilan paranglashib boqmoqchi bo'ldi. Natijada ikki taraf taqalishib qoldi. Garchi Gelin shuncha eg'irlik qilgan bo'lsa-mu, oshpaz ochchiqlab "Ishlamayman bo'ldi" deb ketib qoldi. Apla, chatoq oldi-da. Taliga qartallik berib uning ko'nglini oldi. Kayfiyat turaqlashgandan keyin Gelinmi uningdan kechirim so'raydi. Bu kuni ular $8337 topgan edi. Musobaqaning eng oxirgi kuni qattiq yomg'ir yig'ib, bo'ron chiqib, ularning viviskasini o'rib etgan edi. Boshqa baharlik musobaqaga qatnashuvchilar ketib qoldi. Faqat Gelinning guruhsidagilarga qilib davomli koop sotdi. Natijada $5000 setibla qolmasdan musobaqadan keyin ishki cho'ng mukofotga erishdi. Guruhdagi a'zolar hayajonlanib, qiyoqas cho'qon bo'lib ketdi. Shuning bilan oshxona mongdirgidek dasmoyimi deb bo'ldi. 1 2 3 underdog. Yes. 1 2 3 underdog. Yes. 3 oyda $1 million pul tepish anlamoqqa mumkin bo'lmaydigan ishdek turadi. Shuning uchun nurg'un kishilar bu programmaning rostligidan gumonlanadi. Buning ustiga bu milliarder Gelinmi turqidan shunchalik normal ko'rinadi. Biroq men ko'rib o'tiriq kelganda bu programmaning rostligiga ishondim. Chunki Gelinning vujudidagi sehr kuch to'limi odamni o'ziga maftun qiladi. Uningga sapchilib qarag'inimizda haqiqiy pul topadigan tijoratchining qanday bo'lganligini tushunib yetalaymiz. Gelin intayin japoqchida aytdi. Dastlabki nurg'un kechalarda mashinada tunab uda 7 kun tayyor cho'p yeb, har xil jismoniy emgaklarni o'zi qilib, 56 yoshli qiyri badanini so'rab, hech bir og'rinmaydi. Aksi intayin umidvor edi. Chiroyidan doimli tabassum yo'qmaydi. Ozroqli bir natija qozonsa, to'lim xush bo'lib ketadi va bu orqali o'ziga madad beradi. Atrofidagi kishilarga aktiv energiya elib keladi. U to'limi qaysar edi. Bu 90 kun jarayonida u talay qitim mag'lubiyatga uchraydi. Hatto 8 kun og'rib kelib, yanchug'ida 60% pulni doktorga xashlab o'tadi. 32 kuniga kelganda bu setib olgan
uyning poli ko'kirib ketganligi sababli nurg'un chiqim bo'lib ketdi. 52 kuni ijara olmoqchi bo'lgan dukkini dukkan egisi tarafidan yenib olganligi uchun qo'ldan chiqib ketib qoldi. Har bir to'salg'u Gelunning 3 oylik planni normal ilib berishiga avorchilik qilib kelgan edi. Uning uzun mezgildan beri planlagan eglik tiklash sxemasini ostin-ustin qilib o'tgan edi. Biroq Gelun azaldan tan bermaydi. Davomli o'rnidan dasturib, taktikini o'zgartirib, to'xtovsiz tirishatdi. Har qitim shunday edi. U kishilik munosabatga intoyin mohir bo'lib, hamma ishda o'zi birdek bosh bo'lib, xulosadagilar bilan doim fikrlashib, mungdashib, masalalarga ular bilan birlikda javob izlaydi. U yana azaldan o'zini yo'qotib qo'ymaydi. 90 kun jarayonida uning birdan-bir ochiqlangan vaqti bo'lsa, oshpazning 2 kun go'shtni yetarlik tayyorlamaganligi deydi. Biroq u ahvoldami u o'zini tutib olgan asosda oshpaz bilan fikrlashidi. Bu haqiqatanmi intoyin taslikda yetildirgili bo'ladigan kayfiyatni kontrol qilish iqtidori edi. Gelun yana intoyin jasur bo'lib, garchi musobaqada birinchi bo'lgan bo'lsa-mu, u nihoyat tas bo'lgan bir qarorni berdi. Ya'ni bosh oshpazni ishdan bo'shatdi. Chunki oshpaz doim guruhining kayfiyatiga ta'sir yetkazib, nachar pozitsiyada ishlarni kayniga so'raydi. Shuning uchun bu guruhda undaq odamlarga o'rin yo'q. Garchi Gelun oshpazga bu ishlarni nihoyat muloyimlik bilan aytgan bo'lsa-mu, natijada oshpaz nihoyat ko'ngilsizlik bilan ketib qoldi. Hech kim bundaq ishning yuz berishini xohlamaydi. Biroq boshqurg'uchi bo'lish sifati bilan ba'zi bir tas bo'lgan qarorlarni cho'qim chiqarish kerak. Bu programma haqiqatan ko'plagan eglik tiklovchilar uchun bir dastur hisoblanadi. Bo'libmi Gelunning ish izlaridan bizning o'rganishga tegishli yerlarimiz texmi ko'p. Kavabxona ichilishdan bir kun avval u guruhdagilarga o'zining haqiqiy salohiyatini oshkorlaydi. Biroq bu sababli guruhdagilarning uning boshqacha muomala qilishini xohlamaydi. Chunki u odatdagi bir odamning furuq qo'l 1 million dollarlik egalik tiklay oladiganligini isbotlab bermoqchi edi. Darvaqa guruhdagilar Gelundan yish og'irnish u yoqda tursin, bu ishga hayron qilib kulishib ketdi. Uning bo'lgan ishonchisi suygisi texim oshdi. Oshxona rasmiy tijorat boshlagan kuni eshik oldi rat-rat o'chratga to'lgan edi. Xaridorlar kavobga eg'iz tegib maqtashib ketdi. Gelun shikoyatdan yog'i maosh olmagan xizmatchilarga maosh taqatdi. U loyihalovchiga 25 ming dollar maosh berdi. Loyihalovchi buningdan hayajonlanib yig'lab ketdi. Chunki bir odam butun vujudi bilan tirishib badal to'lab uning mevasini tetiganda har qanday odamning yurak torisi titrab ketadi. Gelunning kavobxonasi mablag' solg'uvchilar tomonidan 750 ming dollar deb baholanib o'tkazildi. Gelunning 90 kunda 1 million tepish plani amalga oshmagan bo'lsa-mu, men ishonaman, bizning nazarimizda u halbi qilgan edi. Chunki bularning hammasi bir sonning mumkin bo'lish bo'lmasligini isbotlash uchun emas, bir orzuninki amalga ish oshmasligini isbotlash edi. U menga orzuning amalga oshadiganligini his qildirdi. Eng muhimi shuki, mushkulotni iroda yengar degan jumlani to'liq namoyon qilib berdi.